Assalomu alaykum. Bu tez yordam. Bugun biz juda ham muhim mavzu travmalar, suyaklar sinishi va ushbu holatlardagi birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatish haqida gaplashamiz. Chunki har birimiz har qanday vaziyatda kimningdir hayotini saqlab qolish imkoniga ega bo'lishimiz mumkin. Bugungi suhbatdoshimiz tajribali ortoped, travmatolog Urinov Azizxon va sizlar bilan birgalikda ushbu shifokordan o'zimizni qiziqtirgan savollarga javob olamiz. Hozirgi kunda nafaqat katta yoshdagi otaxon, onaxonlarda, balki o'rta yoshdagilarda ham suyak yemirilishi kasalliklari, oyoq og'riqlari juda ham ko'p uchramoqda. Buning sabablari nimada? Xo'p, buning asosiy sabablari kasalliklarning yosharganligi, keyingi sabablari gormonal fonlarning o'zgarishi, tashqi muhitning o'zgarishi hisoblanadi. Hozirgi kunda yoshlarda va katta odamlarda suyak yemirishining eng yoshargan kasalliklari bu son chanoq bo'g'imining avaskulyar nekrozi hisoblanadi. Ya'ni bunda son suyagiga keladigan qon tomirlarida, mayda o'sha qon tomirlarda tiqilish paydo bo'ladi va qonni yaxshi aylantirib bera olmaydi. Buning natijasida o'zining funksiyasi buziladi, to'g'ri qavatlar yemirilishi boshlaydi va bo'g'imda og'riqlar, kontrakturalar paydo bo'ladi. Hozirgi kunda eng yosh kasalliklardan biri, ya'ni son chanoq bo'g'imi idiopatik ko'ks arterozi, ya'ni avaskulyar nekroz hisoblanadi. Xo'p, bu yosh kattalarda asosan Coviddan keyin paydo bo'ladi. Yoshlarda ham Coviddan keyin paydo bo'lyapti. Eng yosh bemorim 96-yil, ya'ni 1996-yilda tug'ilgan. Eng keksa bemorimning operatsiyasi 1968-yilda tug'ilgan bemor hisoblanadi. Travmatologiya sohasida eng ko'p uchraydigan holatlar qaysilar? Xo'p, eng ko'p murojaatlar asosan tizza bo'g'imi, son chanoq, yelkadagi og'riqlar, yosh bolalarda son chanoq bo'g'imi dispaziyalari bilan ko'proq murojaat qiladi. Hozirgi kunda ham aynan zamon talabidagi kasalliklar bu tizza va son chanoq bo'g'imidagi og'riqlar hisoblanadi. Sabab bunda tog'aylarning yemirilishi hisoblanadi. Shuni bilib olishimiz kerak. O'zi aslida yemirilgan tog'ay qavatlar qaytib tiklanmaydi. Kalsiy yetishmayotganini qanday bilish mumkin? Kalsiy yetishmay turganini bir necha usullari bor. Ya'ni birinchisi misol uchun tirnoqlarda mo'rtlashishlar, suyaklarni tez-tez sinishlari, bel, tizza, son chanoqda paydo bo'ladigan og'riqlar. Undan tashqari laboratoriya tekshiruvlar eng yaxshisi, ya'ni kalsiyga analiz topshirishlar va vitamin D ni tekshirish. Sabab nima? Vitamin D da, chunki vitamin D kalsiyning so'rilishida muhim rol o'ynaydi. Tvorog, suyak sho'rva kabi tabiiy usullar bilan kalsiy miqdorini qay darajada oshirish mumkin? Albatta, bular iste'mol qilishdan oldin agar kalsiy kam bo'lsa, ya'ni laboratoriya tekshiruv usuli maqsadga muvofiq, ya'ni birinchi juda ham kam bo'lsa, dori-darmonlar bilan ko'tarib olgan maqsadga muvofiq hisoblanadi. Undan keyin tabiiy usullar o'sha ta'kidlab o'tganingizdek, o'sha baliq, sut mahsulotlari, pishloq, tvoroglar, tuxumlar, dukkakli mevalar, undan tashqari hozirgi o'sha qish mavsumlarida kollagenlarga boy bo'lgan mahsulotlar, ya'ni xaladeslar qilish mumkin yoki ilish sho'rvalardan iste'mol qilib yurgan maqsadga muvofiq. Albatta bu kalsiysi kam odam 100% ga ko'tarib bermaydi, ma'lum miqdorda ko'tarishga yordam beradi. Qish va yoz faslida jarohatlar statistikasi qanchalar farq qiladi? Xo'p, asosan qish faslida, kuz va qish fasllarida sovuq havo kuzatilganda og'riqlar kuchayadi. Sabab nima? Suyaklari tog'ay qavatida sezuvchan retseptorlar ko'p bo'ladi, ya'ni sovuqda. Ya'ni bunda artrozi, ko'ks artrozlari yoki sinovitlari bor bemorlarda og'riqlar qaytalanadi, ya'ni kuchayadi va ko'proq murojaatlar kelib tushadi. Yoz, ya'ni issiq fasllarda, ya'ni bo'g'im og'riqlari unchalik muammoli emas, ya'ni og'riqlar kamroq bo'ladi. Yo'l transport hodisasi kuzatilganda va u kishiga qandaydir shikast yetganda, qaysidir a'zosi singanda birinchi navbatda qanday yordam berish kerak? Agar yo'l transport hodisasi ro'y bergan bo'lsa, birinchi bo'lib o'sha atrofdagi odamlar shoshilinch tez tibbiy yordamga murojaat qilish kerak. Agar bemorning ahvoli og'ir, ya'ni ochiq sinishlar bo'lsa, bemorga tegmagan ma'qul. Agar misol uchun yopiq sinishlar bo'lib, suyakda qanaqadir deformatsiyalar bo'lsa, misol qo'lda, oyoqlarda, oldida agar karton yoki shunga o'xshagan yog'och bo'laklari bo'lsa, fiksatsiya, ya'ni immobilizatsiya qilib qo'ysa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Suyak sinishi bilan oddiy lat yeyishni qanday ajratish mumkin? Xo'p, bunda birinchi sinishlarga to'xtalib o'tsak, suyak sinishlarida suyakdagi deformatsiya kuzatiladi, krepitatsiya, ya'ni ishqalanganda ovoz chiqishlari, gematomalar, shishlar va og'riq kuchli bo'ladi. Bu endi sinishlarda.
Endi lat yeyishlarda bo'ladigan bo'lsa, o'sha sohada agar kuchli lat yesa, teri osti gematomalar, mahalliy og'riqlar va biroz shishlar bilan namoyon bo'ladi. Sinishda gips shart bo'lmagan holatlar bormi? Sinishda har doim gips qo'yish kerak, shart va sinish turiga qaraladi. Agar u joyidan siljigan bo'lsa, repozitsiyadan so'ng gips qo'yiladi. Agar siljimagan bo'lsa, gips qo'ygan maqsadga muvofiq. Ba'zi holatlarda agar bemorda, misol uchun teri tanosil, ya'ni terisida qanaqadir o'zgarishlar yoki terisida allergik reaksiyalar bo'lsa, ya'ni toshmalar bo'ladigan bo'lsa, bunday bemorlarga maxsus o'zini fiksatorlari bo'ladi. O'shani qo'yib, har doim shifokor nazoratida turgan ma'qul. Qo'l yoki oyoq chiqqanini qanday bilish mumkin? Chiqishda birinchi bo'lib harakat cheklanadi, og'riq paydo bo'ladi. Misol uchun qo'llarda asosan tirsak sohasidan chiqadi va misol yosh bolalarda bolacha qo'lini tepaga ko'tara olmay qoladi. Misol uchun, ya'ni bunda harakat cheklangan bo'ladi va chiqishda nisbatan qo'l uzayadi. Sinishlarda nisbatan og'riq kuchli bo'ladi va qo'lni o'qidagi, ya'ni uzunligi kalta, ya'ni qisqaroq bo'ladi. Sababi ikkita suyak bo'lagi bir-biridan joyidan siljigan bo'ladi. Chiqishda naborot, ya'ni suyak bo'laklari bir-biridan uzoqlashgan bo'ladi xolos. Travma olganda issiq bosish kerakmi yoki muz? Xo'p, har doim travma olganda, masalan, bemorda kuyish bo'ladigan bo'lsa, sovuq kompressli vannalar qo'ygan ma'qul. Shifokorga borguncha bu birinchi yordam uchun va hamma keyin nima qilishni har doim o'z hududidagi travmatolog ortoped tavsiya beradi. Qanday holatlarda kasalxonaga bemorning o'zini olib kelish mumkin va qanday holatlarda tez yordam chaqirilishi shart? Yuqorida ta'kidlaganimdek, agar avtotravmalar bo'lgan bo'lsa, bemorda, ya'ni og'ir shok holatlari yoki qanaqadir og'ir sinishlar bo'lsa, bunday holatlarda shifokorni borguncha kutgan ma'qul. Agar oddiy lat yeyishlar yoki yopiq sinishlar bo'lib qolsa, qo'llarda yoki oyoqlarda bemorni uydagilar yoki yaqinlari shifoxonaga olib kelgan ma'qul. Chunki agar og'ir holatlar bo'lsa, chunki atrofdagi odamlar bu narsani bilmasligi mumkin, bemorga, ya'ni va og'riqni kuchaytirib olishiga sabab bo'lishi mumkin. Ozgina o'sha harakatlar bilan ham. Travmadan keyin to'liq tiklanish qancha vaqt oladi? Travmadan keyin hammada individual bog'liq, ya'ni bunda eng birinchi bo'lib yoshi, olgan travmasi va amalga oshirilgan operatsiyaga bog'liq bo'ladi. Masalan, lat yeyishlarda agar og'ir bo'ladigan bo'lsa, o'rtacha 3 haftagacha gips qo'ygan ma'qul. Sinishlar bo'ladigan bo'lsa, misol qayta singanligiga qaraladi. Misol uchun, qo'l oyoqlarda og'ir sinishlar bo'lsa, misol uchun qo'yilgan yoki apparatlar yoki olib borgan operatsiyalarga qarab, o'rtacha bemorlar harakati 6-7 oygacha cho'zilishi mumkin, lekin bu paytda bemorlar o'sha harakat qilgan bo'ladi. Og'riqdan batamom xalos bo'lishi uchun shu o'rtacha 6 oy ketadi. Hammada har xil. Va yana ta'kidlayman, olingan jarohat va qilingan operatsiyaga qarab. Ba'zida, masalan, tizza bo'g'imlarida uchraydigan mensk yirtilishlarida, oddiy yirtilishlar bo'lsa, bemorni bir operatsiya qilgandan so'ng ertasi kundan turib bemorlar harakat qiladi. Agarda, misol uchun, oldingi hotsimon bog'lama operatsiyalardan so'ng, agar uni avtoplastika qilsak, tizza bo'g'imida unga 1,5-2 oy reabilitatsiya talab qilinadi. Ya'ni oyog'ini oxirigacha bosmaslik, yuklamani ko'p bermaslik, jismoniy mashqlarni nisbatan cheklab turamiz. Agar u professional sportchi bo'ladigan bo'lsa, misol futbolist, voleybol, basketbolist bo'ladigan bo'lsa, 6-7 oyda bemorlar o'sha o'zini sportiga bemorlar qaytib ketadi. Yoshlar o'rtasida telefondan me'yoridan ortiq foydalanish inson organizmi uchun, ya'ni suyaklar uchun, umurtqa uchun qay darajada salbiy ta'sir ko'rsatadi? Ya'ni bunda, ya'ni gavdani har doim muntazam telefondan foydalangan hisobiga gavdamiz har doim oldinga egilgan bo'lamiz va bosh ham pastga qaragan bo'ladi. Ya'ni bunda qad-qomatning buzilishiga, ya'ni umurtqa pog'onasida uchraydigan kasalliklarni tezlashib ketishiga sabab bo'ladi va undan tashqari ko'z uchun ham ancha zararli hisoblanadi. Bolalarda eng ko'p uchraydigan travmalar qaysilar? Bolalarda eng ko'p uchraydigan travmalar, agar yosh bolalar bo'ladigan bo'lsa, ota-onasi qo'lidan tortish hisobiga tirsak suyaklarining chiqishi bo'lishi mumkin yoki patoglardan sakraganda oshiq boldir sohasi, tizza bo'g'imlaridagi lat yeyishlar ko'p uchraydi. Yosh kattalarda asosan to'g'ridan-to'g'ri travmalar orqali kelib chiqadigan travmalar ko'p uchraydi. Masalan, misol uchun hozirgi kunda agar futbolist yoki havaskor futbol bo'ladigan bo'lsa,
oshqi boldir sohasi, tizzasida yoki yiqilish natijasida yelkasida ko'proq travmalar uchraydi va ba'zi holatlarda o'mrovlarda ham uchrashi mumkin, ya'ni sinishi mumkin, noto'g'ri yiqilsa yoki to'g'ridan-to'g'ri o'sha sohaga zarba bo'lsa. Sport bilan shug'ullanuvchilar jarohatlarni qanday qilib oldini olishlari mumkin? Ular birinchi o'sha mashg'ulotga borishdan yoki sport bilan shug'ullanishdan oldin o'zlari uchun maxsus o'sha vaqt ajratib, sekinlik bilan o'zlarini qizdirib olib, aytilgan o'sha gimnastikalarni bajarib, undan so'ng o'sha bemalol o'sha o'zini sportini davom ettiradi. Bu nafaqat travmalarni oldini olish va qon aylanishini yaxshilaydi va mashg'ulotlarda o'zini bemalol yaxshi his qiladi bunda. Bizni kuzatib turgan teletomoshabinlarimizning savollariga o'tamiz. Beshariqdan savol: 11 yoshli o'g'lim bor. Uning maktab sumkasi necha kilodan oshmasligi kerak? Me'yordan oshib ketgan taqdirda umurtqasiga qanday ta'sir qiladi? Asosan maktab o'quvchilarida, ya'ni 1-sinfdan 4-sinf bo'lgan bolalar orasida asosan sumkalari 2-3 kilodan oshmasligi kerak. Sababi agar og'ir yuk ko'taradigan bo'lsa, qad-qomatni buzilishi, ya'ni bo'yin, bel lardozi, ko'krak dumosi, kifozi kabi kasalliklar olib kelib, qad-qomatning shakllanishi buziladi. Oltiariqdanman, ismim Dilshodbek, yoshim 32 da. Ko'rsatuvingizni muntazam kuzatib boraman. Rahmat. Yaqinda oyog'im qayrilgandi, gips qildirgandim, ammo noto'g'ri bosganim oqibatida qiyshiq bitibdi. Endi yana boshqatdan sindirib gips qilishadimi yoki qandaydir tabiiy usullari bormi, debdilar. Bunday holatlarda o'zi ayb bemorda bo'lgan, sababi qayta ko'rikka o'zi bormagan. Endi suyak bo'lagi joyidan siljigan bo'lsa, to'g'ri boshqatdan o'sha ochiladi, suyak bo'laklari joyiga qo'yib fiksatsiya qilinadi va qaytadan gips qilinadi. O'zbekiston tumani 37 yoshli Zeboxondan savol. Oyog'im qayrilib, jimjiloq barmog'im lat yegan edi. Dengiz tuziga vanna qildim, yog'lar surtdim. Og'rig'i ancha pasaydi, ammo 2 oydirki ishish hali ham bor. Menga nima maslahat berasiz? Javob uchun oldindan rahmat, debdilar. Bunday holatlarda birinchi Doppler tekshiruvi qilinadi. O'zi aslida nima? U qon tomirlaridagi qonni yaxshi aylanishini ko'radigan tekshiruv usuli hisoblanadi. Ya'ni hali ham ketmay turgan bo'lsa, balki bemorda qanaqadir varikoz kengayishlari yoki yurak buyuragida muammosi bo'lsa, siz har doim ham ketmaydi. Bunday holatlarda shifokor nazoratiga qayta ko'rikka kelish kerak, holatini bilish kerak. Agar bemorga bunday holatlar kuzatilmagan bo'lsa, ya'ni hech qanaqa varikozi, yuragi, buyuragi joyida bo'lsa, o'zi ortopedik rejim saqlamagan bo'ladi, ya'ni bosmadigan bo'lsa, bemor o'zi bosib harakat qilgan bo'lsa, shishi, ya'ni deformatsiya hech qachon qayta joyiga kelmaydi. Bunday holatlarda eng muhimi ortopedik rejim saqlagan ma'qul, eng kamida 2 hafta. Ya'ni bosib yoki zinadan chiqib tushishlari kamaytirib, yugurishlari kamaytirgan maqsadga muvofiq tezroq qaytarish uchun va albatta shifokor nazoratiga qayta ko'rikka borish kerak har doim. Yosh o'tishi bilan bo'g'im og'riqlarining ortishi sababi nimada? Bunda suyaklarning mo'rtlashi hisoblanadi. Ya'ni aytganimizdek, suyaklarda kalsiy miqdorining kamayishi va tog'ay qavatlarining yemirilishi hisobiga kelib chiqadi. Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, hozirgi paytgacha butun dunyo bo'yicha tog'ayni tiklab beradigan dori vosita mavjud emas. Bemorlar ichib turgan dori vositalar yemirilgan tog'ay qavatni yana ham kattalashib ketishini oldini olib turadi xolos. Eng xavfli travma. Eng xavfli travmalar bu son suyagini sinishi sababi bunda ichki qon ketishi bo'lishi mumkin, ya'ni suyakdan. Bundan tashqari jirovoy emboliya deyiladi. Qonni o'rniga, ya'ni yog' otilishi hisobiga qon tomirida yog' tiqilib, bemor o'sha ba'zida o'lim holati ham kuzatilishi mumkin son suyagi singanda. Har bir xonadonda bo'lishi shart bo'lgan birinchi yordam vositasi. Har bir xonadonda bo'lishi kerak bo'lgan, ya'ni travma olganda birinchi yordam uchun asosan bint, spirt, imkon bo'lsa agar shilinishlar bo'lsa betadin yoki pereks kerak. Xo'p, agar og'riqli bo'ladigan bo'lsa, og'riq qoldiruvchi tabletkalar. Travmadan saqlanishning eng oddiy qoidasi. Travmadan saqlanish uchun eng birinchi mashg'ulotlardan oldin qizib olish, undan tashqari o'ziga mos bo'lgan poyabzal, ortiqcha vaznlilik va to'g'ri texnika travmadan saqlanadi. Ko'rsatuvimizdagi ishtirokingiz va qimmatli maslahatlaringiz uchun sizga katta rahmat.
Sizlarga ham kattakon rahmat. Mana shunaqa yaxshi ko'rsatuvlarni olib borib, yaxshi yuritganlaringga juda ham ko'p ko'rib boramiz biz ham. Xo'p, agar mana shu bugungi ko'rsatuvimizdan bemorlarimiz o'zlarining savollariga yoki bilmagan narsalarini bilib olgan bo'lsa, juda ham xursandman. Har doim sizlar ham sog' bo'linglar. Mana shunaqa yaxshi ko'rsatuvlarni tayyorlashdan charchamanglar. Bir qarashda oddiy tuyulgan jarohatlar ham jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ammo hushyorlik va bilim eng yaxshi himoyadir. Bugungi suhbatimiz orqali shuni angladikki, to'g'ri va tezkor harakat nafaqat og'riqni kamaytiradi, balki inson hayotini saqlab ham qoladi. O'zingizni va yaqinlaringizni ehtiyot qiling, qadrlilarim. Ko'rsatuvimiz haqidagi fikr-mulohazalaringni ekranda ko'ringan Telegram manziliga xabar qilib yuborishingiz mumkin. Sog'lom bo'ling va biz bilan tez yordam oling. Sizlar bilan doimgidek Umida Karimova bo'ldi.